Hozirda aptekalarda yoki dori sanoatida aterosklerozni yo'qotishga va'da beradigan batlar yoki biologik faol qo'shimchalar, ya'ni tarkibida kurkumin deysizmi, berberin deysizmi, omega 3 deysizmi yoki koenzim Q10 deysizmi yoki krasniy drojjevoy ris deb nomlangan moddalarni tutadigan har xil preparatlar juda ham ko'payib ketgan. Eng afsuslanarlisi, ayrim qo'shtirnoq ichidagi mutaxassislar xalqaro tavsiyanomalarda keltirilgan, isbotlangan tibbiyotdan o'tgan preparatlar o'rniga aynan shu narsalarni tavsiya berishadi. 2026-yili dislipidemiya bo'yicha xalqaro berilgan oxirgi tavsiyanomaga ko'ra, aynan shu kabi batlar, ya'ni biologik faol qo'shimchalar 3-klassga, ya'ni aterosklerozda, dislipidemiyada ishlatilish shart emas degan nuqtai nazar bilan ta'kidlanmoqda. Va ayniqsa urg'u beradigan joyi bu turdagi dorilar yoki vositalar statinlarni yoki bempedoviy kislotani yoki izitimibni umuman olib qaraganda aterosklerozga qarshi isbotlangan tibbiyotdan o'tgan preparatlar o'rnini bosa olmaydi. Endi bilmayman, shunday holatda ham butun dunyodagi olimlardan o'zini fikrini yuksakroq qo'yadigan, xalqaro tavsiyanomalarga ishonmaydigan, standartlarga rioya qilmaydigan insonlar bo'lsa, o'zingiz xulosa chiqaring. O'zingizni ehtiyot qiling, mutaxassis bilan albatta maslahatlashing, bizni kuzatib boring.